Barselona yozda shov-shuvli transfer amalga oshirmoqchi. Barselona Inter qanot himoyachisini sotib olmoqchi. Yamalga munosib qarshilik ko'rsatgan Alexandro Bastoni Barselona ko'z ostiga olib qo'ygan asosiy nomzodlardan biri. Inigo Martinezning o'rniga mana shu futbolchini olib kelishni maqsad qilib qo'ydi. Albatta bu hujumkor qanot himoyachisi Barselonaga kelishi oson emas. Barselona bunaqa shov-shuvli himoyachini sotib olish uchun Barselonadan ham bir nechta futbolchilarni sotish kerak. Bir nechta variantlari bor. Bulardan eng asosiy da'vogari Ronald Araujo. Ronald Araujoni sotsa, Barselona birga bir qoidasiga qaytishi mumkin. Va ya'ni Barselona Araujoni sotadi, Alexandro Bastonini sotib oladi. Ronald Araujoni sotib, Bastonini olib kelish kerakmi yoki Araujoni olib qolish kerakmi? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Fikrlarni kommentariyada yozing.